Salom hammaga, sizlar bilan Dilsiz Bahromov. Bugun sizlar bilan ajoyib fintlarni o'rganamiz. Videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin, chunki oyning oxirigacha biz 100 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Bugun sizlar bilan ajoyib fintlar qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib biz trenirovkaga kirib olamiz va birinchi fintni o'rgatishni boshlayman. Birinchi fint hamma yaxshi ko'radigan, bu hayotda ham qiladigan hamma. Bu fintni ko'proq Neymar qiladi. Bu fint tepadan ilib o'tish. Hop, bu fintni qilish uchun mana bu fintni qilish uchun ekranimizda ABS'lar turibdi. Bularni tepaga suramiz bitta mana. Bu yonidagi ekranda tepaga suramiz. Shunda bu fint bo'ladi. Mana ikkinchi fintimiz bu mana bunaqa fint bo'ladi. Mana ekranga bitta urish. Buni asosiy tez yugurayotganda kerak. Mana hop, keyin buni qilish uchun ekranga bitta urish. Mana ekranga bitta ursa bo'ladi. Keyingi fintimiz bu mana bu fint bo'ladi. Mana aylanib o'tish. Mana shu fintimiz bo'ladi. Bu fintni qilish uchun ekranni pastga tortamiz. Ekranni pastga suramiz. Va keyingi fintimiz mana bu fintimiz. Mana bu fintimiz. Buni qilish uchun ekranni chap tarafga suramiz. Mana endi bu fintni qilish uchun o'ng tomonga suramiz. Xuddi shuni o'ng tomoni. Hop. Asosiy hozir fintlar 4 ta. Asosiy fint, yana dadasiga yangi fintlar qo'shiladi. Hop, yana bittasi bor. Endi u fint emas, bu bosish. Ekranni 2 martadan ursa, mana bosib yuboradi. Bu juda ham oson. Ekranni 2 martadan essa, mana bosadi. Hop. Bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.